yoqilgan reklamani sizlar mana bunaqa qilib o'chirib qo'ysanglar, reklama joyida stop bo'ladi. Va yana qachondir uni yoqib, o'sha rezultatni yana qayta takrorlamoqchi bo'lsanglar, sizlar mana buni yoqsanglar, bilasizlar, yaxshi rezultat olib kelmaydi. Oldingi rezultatni takrorlamaydi. Nimaga? Algoritm o'sha vaqt to'xtagan. Hozir yoqsanglar, yana boshidan boshlaydi. Endi agar sizlar mana shuni o'chirib, 2 soat oraliqda yana qaytadan yoqsanglar, o'sha joydan davom etishi mumkin. 2 soatdan уже ko'proq vaqt o'tgandan keyin yana algoritm noldan boshlaydi-da, sizlarga eski rezultat olib kelmaydi. Bu videoda o'sha noldan yana boshdan boshlamasdan, o'sha to'xtagan joydan qanaqa qilib yana davom etib, o'sha eski rezultatni yana olib kelish mumkinligini sizlarga life hack sifatida ko'rsataman. Xullas, sizlar hozir ko'rasizlar. Bu yerda campaignda turibman, Adsetga kirasizlar-da, edit qilasizlar. Demak, Adsetga kirdik, edit qilasizlar, pastga tushasizlar. Bilasizlar, bizda reklama aktiv bo'ladigan ham start date bor, o'sha yerda end date bor, ya'ni reklama tugaydigan sana. O'shani prosta sizlar, masalan, bugun reklama o'chirmoqchisizlar. Hozir mana soat 7-avgust, soat 5 bo'ldi. Demak, men 7-avgust soat masalan shu 2-3 soat kamida keyinga qo'yishinglar kerak. Bo'lmasa 10 minut, 15 minut keyinga o'chiraman deb qo'ysanglar, bu ruxsat bermaydi. Kamida 2-3 soat. Demak, men 8da PM ga qo'yaman, kechki 8ga va publish qilaman. Bo'ldi. Reklama o'sha soatga boradi, o'chadi, ya'ni pauza bo'ladi, bo'ldi, все. Sizlar shu joyda qo'yuradi. Keyinchalik, misol uchun, sizlar yana yoqmoqchi bo'lsanglar, yana kirasizlar-da, end date'da mana bitta galchkani o'chirib qo'yasizlar-da, publish qilasizlar. Bo'ldi. Reklama yana o'sha joydan davom etib ketaveradi. Agar videolarim sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar. Sahifamga kirsanglar, bundan ham zo'r videolar qilyapman.